Voy bolalar va nihoyat o'qish ham tugadi. Ana endi sekingina uyimga ham ketsam bo'ladi. Uje hamma menimcha ketayotgan bo'lsa kerak. Ha, to'g'ri topdim. Hamma ketyapti. Bo'ldi, nima Xo'sh. deysizlar, dachaga bordingizmi? Men ham shuni aytmoqchi edim. Bilmadim, qanaqangi Da, dacha men yana. ham boraman bola. O'g'limiz dachaga bor. Qanchadan tashlaymiz borlundi. Unda bugun narsa qilish kerak edi. Unda Frost to'g'ri aytyapti. Narsa qilish kerak bugun. Bo'lmasa ertaga ulgurmasligimiz mumkin. Unda dachani men hal qilaman bolalar. Davaychi Renzo, aniq hal qila olasizmi dachani? Da tanishlar bor. Unda tarqalaylik, keyin kechga bugun narsalarni qilamiz. Reddi, men boraman, sanchi? Borsam kerak, men ham bilmadim endi. Uje mana hamma ham ketdi, yur biz ham ketaylik. Ha, mayli, unda ketdik uyga. Davay ketdi. Qachon yetib boramiz endi dachaga ham? Aytgancha Jo'xa, men bu yoqda ishim bor edi, men keyin boraman. Ha, mayli bor. Yaxshi, va nihoyat biz ham dachaga chiqamiz kursdoshlar bilan. Hamma kursdoshlar chiqqandi o'zi. Bolalar, videoni shu joyida stop qilamiz. Xullas, sizlarga biz o'zimizning komandamizni taklif qilmoqchimiz. Sizlar agar komandamizga qo'shilmoqchi bo'lsanglar, menga Telegramdan murojaat qilinglar yokida serverga, Discord serveriga qo'shilinglar. Shunaqa videolarda qatnashishni xohlasanglar, siz mening komandamga qo'shilish uchun normalniy youtuber bo'lishingiz kerak. Yaxshi kontent qiladigan va youtuberlik qilayotgan bola bo'lishingiz kerak va yoshingiz 2011 dan yoki 2012 dan katta bo'lishi kerak. Hammaga omad. Ular ketdingmi unda dachaga? Jo'naymizmi? Qolganlar qani? Qolganlar keyin orqadan borar ekan, boya aytib qo'ydi. Davay endi, men san mashinangda ketaman. Mayli, o'zim seni olib ketaman mashinamda. Mani mashinamda benzin kamda lekin. Mashinangga benzin quyib yurmaysanmi axir? Xullas, Javohir siz quyib berasiz-da bunga unda. Men ham siz bilan ketaman Frost. O'zim benzin qo'yib beraman. Unda men kimlarni o'g'laman? Aytayapman-ku, Javohir bilan siz ketasiz, ya'ni sen ketasan, Javohir bilan Frost ketadi, Nightboy bilan Kiraxon, Pink men bilan ketadi xullas. Davaychi mashinaga o'tiringlar, unda jo'nashimiz kerak. Xo'p, o'tirdinglarmi hammanglar? O'tirgan bo'lsanglar ketdik, sekingina jo'naymiz. Xo'sh. Faqatgina mashinani ehtiyotroq bo'lib haydash kerak, chunki bilmadim nimagadir, lekin ehtiyot bo'lib haydash kerak baribir. Xo'p, mayli. Ikkalamiz ham Jiguli haydab olganmiz. Bundan ham yaxshiroq mashinamiz yo'q hozircha, kelajakda bo'ladi albatta. Ha, mayli. Qachon yetib boramiz bu yurishda hayronman, hozir tezlashamiz. Va nihoyat yaqinlashib qoldik. Xo'sh, yaqinlashib qoldik. Aha, sekin boramiz. Uje qolganlar kelib qolgan bo'lishi kerak. Adda, chunki biz yo'lda ozgina ushlanib qoldik. Do'konga kirib bir ikkita narsa oldik. Shunda bular bizdan o'tib ketgan ekan. Yaxshi. Mashinani sekin ana shu yerga qo'yamiz. Okey, bo'ldi, menimcha bo'ladi. Xo'p, endi sekin mashinadan tushamiz. Qolganlar sizlar ham tushiringlar, hammanglar tushinglar. O, ana hamma tushdi mashinadan. Mashinalardan. Dacha zo'r ekan. Yaxshi. Bolalar, men gaplashgan dacha qanaqa ekan? Dacha zo'r ekan-a, Nightboy? Da, hammasini hal qilaman dedi. Yuringiz. Normalniy cho'tki xullas. Jo'xa, sizga bitta narsa, siz oramizda eng kattasi, siz bolalarga qarab turing, qanaqadir problema boshlamasin. Bo'ldi, tushundim. Xo'sh, mana qizlar ham shu yerda. Bo'lsa yaxshi. O, Frost, nima bo'ldi? Mashinangga qarayapsanmi? Tuzatyapsanmi? Mayli, yaxshi bo'ldi. Tuzataver mashinangga, yaxshilab qaragan. Aytgancha, senga bitta narsa aytib qo'ymoqchiman. Mashinangga yaxshilab qaragan. Benzin Ketdik, Kiraxon ichkariga kiraylik. Ketdik unda. Javohir yana qanaqadir problema boshlab o'tirmanglar, iltimos. O'zi dachani egasi salgina qattiq qo'l ekan. Aytib sen ham tushunding degan umiddaman. Bo'lmasa hamma dachaga kirib ketdi. Mayli, men biroz dachani sirtki tarafdan ko'ray. Aytgancha bular mashinaning eshiklarini ham yopmabdi. Men yopib qo'yishim kerak. Bolalar, aytgancha bu qandaydir narsa eshitdim. Nima desam ekan? Kim aytdi? Nightboy bilan aytdi. Nightboy bilan Frost aytdi-da. Nightboy bilan Frost aytdi. Ular aytishi bo'yicha bu dacha qandaydir qo'rqinchli dacha ekanmish. Bu yerda oldin ko'p odam o'lib ketgan ekanmish. Ishonmasdan shu dachani oldik, chunki arzonligi uchun. Menimcha arzon bo'lgani uchun shunaqa mish-mishlar ko'p bo'lsa kerak. Yana bilmadim. Lekin arzonga oldik shu dachani. Necha kunga oldik? 5 kunga oldik. 5 kunga qanchadir pulga ham oldik xullas. 5 kunga $200 ga oldik-da, $200 ga. Bu arzon deb o'ylayman. Mayli. Dachani oldidan ko'rinishi juda ham ajoyib. Juda ham zo'r ekan xullas. Mana endi sekingina dachaga kiramiz. Bolalar, dacha qanaqa ekan? Bo'ladimi? Tushunmadim. Nimaga hech kim yo'q? Voy, bolalar, qayerdasizlar?
Voy, tushunmadim. Qanaqasiga? Tushunmadim, hech kim yo'qmi? Oy, qayerdasizlar? Prank qilmanglar iltimos. O'zi dachani qo'rqinchli deb eshitganman. Oshxona hammasi joyida zo'r-ku, ammo bolalar qayerda qoldi? Voy, bolalar, qizlar, qayerdasizlar? Basseynlari bor. Nima atalab qilyapsizlarmi? Atalab yashirinib oldinglarmi? Prank qilmanglar iltimos. Bekor qilyapsizlar-da lekin. Oy, odamni qo'rqitmanglar, ey. Bunaqa narsalar kerak emas. Dachani birinchi kundan, birinchi soatidan unaqa narsalar kerak emas, iltimos. Chiqinglar, qayerdasizlar? Bu qizlarning yotoqxonasi ekan. Bu hammasi joyida. Hech kim yo'q bu yerda ham. Mana bu eshiklar qulf, nimagadir. Mana bu yerda kompyuter xona ekan, kompyuterlargacha bor ekan. Yaxshi, mana protsessorlar. Hozir bu muhim emas. Hozir eng muhimi bolalar qayerdaligini bilish. Ular aniq menga prank qilmoqchi bolalar. Biz bu yoqdamiz. Qayerdan ovoz Bizni kelyapti? qutqar, iltimos. Bizni Qanaqangi ovoz bu yana? Tushunmadim. Kim gapiryapti? Umuman tushunmayapman. Bu yerdan tezroq chiqib ket, iltimos. Bu nimasi? Hozir tushunmadim. Tezroq tashqariga chiqish kerak. Tashqariga mashinaga o'tirib, tezroq bu yerdan ketishim kerak. Ketmasam bo'lmaydi. Tushunmadim. Qanaqasiga? Tezroq. Bular bizni qilgan harakatlarimizni qaytaryaptimi shunday? Bu yerda bitta men yo'qman. Nimagadir shunda men hozir vaqt ichida qolib ketdimmi yoki tushunmadim. Yo'q, biz tomonga. Bolalar, albatta men o'zim uchun yangi serial boshlab qo'ydim. Bu serialimiz uchun like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Bu serialimiz sizlarga qanchalik yoqdi, shuni kommentariyada yozib qo'yinglar. Keyingi qism bo'lsa, 500 ta likedan keyin chiqadi. Like bosib kanalga obuna bo'ling, Telegram kanalga ham o'ting.